Qadrdonlarimiz. Qulpunoy bozordamiz. Assalomu alaykum. Sarqo'rg'onda Qulpunoy bozor. Nech pul qulpunoylar? 2 kilo nech pul? Nech pul qilasizmi? 25. Malades. Qancha qilishdi? Qilmadimi? Qulpunoy qancha xola? 20. Tamam o'ryapti. Qulpunoylar 20. O'rganchi. Nech pul qilishimiz? Qilishlar qirib. Bular qancha ekan? Qanchalik ko'rdi? 24. Akborchi aka? 38. Qancha? 38. 38. Qancha ekan bu nimalar? Aralashmami endi bu? Qanchani ko'rdi? 22. Mana bozorlarimiz kengrayapti. Gilos nech pul aka? 20 kami bor. Qanchani ko'rdi? 15 ni ko'rdi. 15 ni ko'ribdi. Nech pul qilmaydi? Sizdanmi? Nech pul? 5 ta bor. 22 ming kam. Malina to'plami buni 22 ming kam bor ekan. Bu kimdan bu? Bozorlar shu naqa narxlar. Aka maydasi nech pul ekan? Varina baba aka? 15 kami bor ekan. 15 kam. Qanchani ko'rdi? Bu 14 bu 8 ta. Yaxshi. 14 ga 8 ni ko'ribdi. Doni bir xil. Aralashmamiz nech pul ekan? 23 oldi. 23 oldimi? Juda zo'r, go'zal. Malina, Joy. malina, 17 milga malina. Joy. Bor, oldim. Gilos qancha oldingiz? Zo'r bo'ldi. Gilosni 10 ming oldi. Boshqasini olib beradi. Nech pul ketdi gilos aka? 10 mingdan berib yuborishdi. Bola chaqa ekanda? Nech pul oldingiz aka? Dehqon aka nech pul aka nech pul oldin? 23 oldi. 23 ming olish. 25 dan bering naqiga. Nech pul qilyapsiz? 27 olibdi. 27 mi 2 mi? 17. 17 dedim men hayron. 17 ming bo'ldi. 27 dolarga hayron qolib ketdim. 17 mayda giri qancha bo'ldi? 27. Beraman. 27 mingdan berishar ekan. 27 ming. Mana bozorlarimiz akalar mana Sarqo'rg'on. Nech pul beryapsiz boshlar? 25. Qancha? Bizimizda. Bizdan dashu 25 beryapsiz. 25 beraman. Zo'r. Dehqonchilar pishdi yana 25 ming berishyapti. Sarqo'rg'on qulpunoy bo'ldi 9-may bayram kuni bugun mana. Bayram arafasi. Nech pul oldingiz? Bayramda aka? Bayramga 25 sotib oldim. 25 berib yuborishdi. Aka qanchada oldi bular aka? So'ramasa. Ha? Yo bola 26, 27 olishdi. Nech kilo? Zo'r. Gilos nech pul qilibsiz? Sizlarimiz. Nech pul beryapsiz? 25 mingga 40 ming so'm. 25 ga 40. Ajoyib narxlar ketdi-ku. Buni sizlar oldilarmi qizlar buni? Ha. Nech pulda oldilar Malina boplan? Qaysini? Malinadan. Malina sortlarni 15 ta. 15 dan olishdi. Albanichi? 25 ta. 25. Albalar 25. Malina sortlar 15. Joy. Dehqonaga buni qancha berib yubordi? 17. 17 berib yuborishdi. Свежий real narx. 17 mingdan berib yuborishdi. Mana qadrdonlar, Sarqo'rg'on bozori. Bozorimizda mana bitta ham. Dehqonaga nech pul berdingiz? Yo ol.
17 ming berdilar. 17 berdingizmi? Yo'q oldingizmi siz? Daha berdilar. Ha, siz oldingiz. Men oldim. 17 ming olishdi. Albatta sir edingiz. Ajoyib narxlar bor-ku. Narxlar siz hayron qoladigan narxlar ko'ryapsiz mana. Mana bu giloslarimizning egasi yo'q ekan. Giloslarimizning egasi yo'q ekan. Buning ham egasi yo'q ekan. Giloslar terib yuborishdi. Mana. Bilal gilos olyapsizmi? Necha pul berdi dehqon aka? 22 Hojiboy Xormang. 22 beryapsizmi? 22 mingdan berishdi mana. To'y qo'yavering. 22 ming berishdi. Mana bu yerda xaridorlar mana yuklayapti mana. Gilos necha pul oldi aka? 13. 13? Oldi. Yaxshi. Zo'r bo'ldi. 13 ming olishdi mana. Mana qulpinoylar. Tayina yotibdi mana qulpinoylar. Har xilidan bor ekan. Mana ular Qulpinoylarimiz necha pul ekan boshliq? Bugün endi oshib qoldi. Qancha qoldi? Ana maydalari 23 ming olindi. Mana u iriklarini 31 ming. Ha. Malinalariga 23 ming. Ha. Mana ularni 32 ming olindi mana. 23 ming olibdi. Mana 32 ming olibdi. 32 ming. Yo, mana kachka piyoz. Yo'rik necha pul oldi? Bo'ri 20 ming so'm. Yo'rik 20 ming. Bu qilishmasa bu, ha? Yo'q. Yo'riklar 20 ming olibdi Sarqo'rg'onda mana. O'qishga chiqmayapti. joyimga oziqqina yetmay qoldi. Buni yo'lkira qoplasin deb turib. Mana endi mehroq o'tishsin. Bo'lsa berib oling. 8 mingdan bir joyga. Ha, yetavakka. Yaxshi, barakasini bersin. Berganingizda bor-da? Biz og'izlar so'rab qo'ydi. 70 ming oldim. Zo'r bo'pti 70 ming. Konkret bo'pti shu. 70 minglik gilos mana. Bahora bu. Bahor aka. Zo'r. Birinchi qimmat gilos bu xudo xolasa, ha? Bozor yuzini ko'rgan ketyapti mana. Albatta. Biz necha pul ketibdi aka? Gilos 10 ming. Giloslarimiz 15 ming ekan. Qancha to'lashdi endi? 12 mingga beriladi. Hammasi gilos ekan-a, uni? Ha. 12 mingga beriladi. 10 ming. Qulplar sotilyaptimi yo olim? Mana ikkalasi qoldi. Necha puldan qoldi bular? 15 ga qoldi. Bozor oxiriga. 15 dan qoldi. Bular 17 berishdi. Mana o'zi 16 ga. Ha. Hammasini o'zi narxi bor. Valinaga sizlarga? Menga qarang. 15 dan qoldi. Bak ko'rib aylanib kelaychi. Qaydan? Giloslarimiz necha pul ekan giloslarimiz? Hammasi. Ha? Hammasi toshkentga yuramizda. Hammasi har xil. Buxoroga chiqadi. Necha pul deyapsiz aka giloslarda? Kami bor. 5 kami bor. Sizniki necha pul ekan boshlar? Necha pul ketdi? 12,5 dan ketdi. Qamang endi menga qarang. Bitta joyda odamimiz bering. Aka, endi maqsad 35 ming kami bor. Ya bizga ham tirikchilik, sizga ham tirikchilik. Foydasi bo'lsa bering. muammo yo'q. Necha pul beryapti boshlar? 15,5 berdim. Oxiri qoldi 8 ta qoldi xolos. Yo'lni bersam qolasizlar, xola ham kelaman. 5,5 berish. Necha pul ekan giloslar bozor oxiriga? Sizchi, mana unchi? Qani sotaman ketaman. Bu kimniki? Bu sherigi 18 ming.
17 ming. Mana 25 ming mana. Aralashmalar 25 ming. O'z idishiga 5 ming olinadi kartaga. Hamma shu. Turishi 150 deyshak. Turishi nima? Tortyapti. Yaxshi. 150 ming turishiga. Bu necha pul ketyapti endi yigitlar? Boyaga 16 bo'ldi. Olindimi? Voy, 16. Ha. Maydasichi. Shu. Bir xil ichib 16 ming ekan. Sardorga qilinadi. 16 ming ekan. Mana shom bo'ldi qadrdonlar. Shom bo'ldi mana. Shom bo'ldi. Shuncha odam xaridorlar bozorda mana. Moshlarimiz 20 tacha qoldi. 9-may bayram kuni. Mashinamni qo'yib qo'yay. Mana bitta yuk. Besh pul oldingiz? Oldingizmi aka? 20 ming olmoqchi. Bu ham shuna ketdimi? Sen Alişir'e bunu olur, onunla 2 kilo berishaveradi. Mana Alişir'e bunu klientlar ko'pini o'ylab bosishyapti. Alişir'e bunu sen boshlatay. Men qilgan nomeriga qilaveraman. Mana keraklar bo'sh ekan. Ketadiganlar ketib o'tdi, oladiganlar olyapti. Haya bo'lyapti bozor oxirida. Giloslarimiz necha pul bo'lib ketdi endi? Sizlar olindimi bu? Olindi. Necha pul olindi? Akam o'zimizni ukamizni. Bu narxini bilamiz xolosmi aka? Yo'qmen narxini ayting, narxini. Bo'pti. Qancha bo'ldi? 20 mi, 18 mi, 25 mi? 20? Ha, 20 ga o'tib berdik. 20 ga o'tib berdik. Mana, ko'p-ko'plar qilishyapti sayyorlar. Toshkentga aka endi xudo xolasa bu. Toshkentga ketar ekan. Zo'r aka bozorlarini bersin. Mana. Necha puldan beryapsiz aka buni? 42 gaplashgan. Narx gaplash qancha deyapti? 40. Ham umid tushib qoldi oldinga, lekin 40 ming deyishadi. ha termasin. O'qchiga keldik hozir. O'qchidamiz hozir mana narxlar ko'ramiz. Necha pul beryapti? Bilmasin, o'zaman. Necha pul deyapti? 8 kami bor ekan. 8 ming kami bor. Malinani pulini. O'qchidagi narxlar. Necha pul deyapti buni shu? Bir hafta yeb ko'ray aka. 26 ming kami bor ekan. Aralashma. Alba sort 26 ming kami bor. Qanday qo'lin? Mana giloslar. Necha pul sotyapsizlar? Olyapsizlarmi? Qancha olyapsiz? zo'r. 8 ming, 10 ming, 12 mingdan bo'pti. Mana bu tarafimiz mana bozor ketdi shu yoqqa. Gilos necha pul bo'ldi? Necha pulni ko'rdi aka? 25 ga bermadim aka. Zo'r. Boplar. 25 ga berishmayapti. Giloslarimiz necha pul ekan? 30 ga 40 ming bo'lyapti aka. Yaxshilar. Mana horinga necha pul, mana menda necha pul. Borgan. So'rasiz to'g'ri kelsa Mana 40 mingmi? Olmoqchiman, erta yepanda olib qo'yaman. 30 ga 40 ming? Qancha qilsa turibgan? 30 deyapti. 40 ga o'tdi. Borganini ayting. Bir olib qo'ymaydi, bir xolos bersangiz oladi. Berdim, berib yubordim olmadi. O'shanga aytgan Shunda edim. ham aytmadi. O'n dedim olmadi. Endi nasibada ham tingsa bor. Boshliq buni qancha beryapsiz? Go'zal qilib qo'ysa, ha? Go'zal. Qancha beryapsiz?
50 ming zo'r. 50 ming ekan mana o'qishini bozorida. Bu nima ham bahormi mana bo'ymi bu? Samarqand sayqali Royal Namina degan gilozlarimiz 50 ming ekan. Mana bozorlarimiz to'polon bozorlar. Bozorlar to'polon. Mana. Ayamaki, nechi pul berasizmi? Ama kirib chiqdi qanchalikda? Ana. Nechi pul beryapti aka bu? Hozir bozor ko'ryapti aka. Bozorda ko'rishyapti. Bozorda ko'rishyapti. Nechi pul qilyaptilar akalar? Albatta yetdi. Narx yetmadimi? Ha, kelamani ketdimi? Kuydiribdi-da bir ha. Yo'q, qarang mayda-yu. Mayda-yu, tog'i ham bor, mayda qarshi ham bor. Bemalol tur. Nechi pulni ko'rdi aka? Qulog'ini ko'ryapti aka. Buni ko'ryapti. Qulpinaysiz. Video qilyapsiz. Buni 21. Qulpini 21 da ko'ribdi. Albani katakani 21 da ko'ribdi. Dehqon aka bitta qoldi xolosmi? Olyapsiz. Sotyapsiz bir dona. Nechi pul bu? 35. 35 ming. Qanchani ko'rdi endi? 35 ming narx aytilyapti. 30 chiqdi. 30 ko'rdi. Degan YouTube bo'lyapti, ha? Biz bozorda mana shuncha xaridorlar. Bozorlarimiz qaynab ketdi. Bozorlar qaynoq. Yuk oldingizmi? Endi hozir oldim. Shunday qo'yagan videoga olib qo'ying. Aka qattiqlaqmi? 16 qilyaptimi buni? Yere bozor 16 ming bo'lyapti ekan. 16 ming qilishyapti. Gilos. Nechi pul beryapti boshqa gilosni? Ana tepada o burchakda. Nechi pul berdi? 14 minus bu aka. 14 ming berdi. Bo'ldi aka 14 minus ekan. 14 gram. Yo'q, bunga qochib turing. 15 minglik gilos ekan. Gilos 15 bu. 15 ming ekan. Sizlar gilosdan nechi pul ekan aka? Abzor qilyapsizmi? Abzor aka, abzor. Bugunlik aka, 9-mayga. Ya. Ozodbekni Nimani ham kutib turibman bo'shashlarini. ha, 40-25. 40 25. Katagan buni 25 ekan. Ama yeb ko'rdim shirin ekan. 40 25 ekan. 40 25. Aylar bilib yana emas. O'rikka keldik. Qancha bular? Bular 35 ming beryapti. 30 dan teparoq. Tepasi 35 minggacha berishyapti ekan. Ular 23 ming beradi. Naqadar dollar. Bozorda holati mana shu mana. Bozor tugayapti mana. Ertaga yakshanbaga hamma yukni bosyapti. Hayya qilib yuklar bosyapti.